Seni uchratgunimcha. Muallif Bahor. Kuni bo'yi hech nima yemadim. Yig'layverib ko'zlarim shishib ketganda. U meni kechki ovqatga chaqirdi. Alini buvisi olib ketganini va yolg'iz, bafurja gaplashib olishimiz kerakligini ham aytdi. Ammo indamadim. Undan chindan jahlim chiqqanda. Shu asnoda tong otdi. Iskandar eshigim yoniga 2 marta kelib, hech nima demasdan ketganini sezdim. Ko'pgina saqlay olmasdim. Har holda uning ayoliman. Shu uy kelini. Nonushta qilib bo'lgach, o'zim hamma yerni yig'ishtirishni boshladim. U ishlaydigan xonaga kirdim. Hamma joyi qora rangda edi. Hatto devor ham qora. Xuddi uning fe'l-atvoriga moslab bezatilgandek edi bu yer. Asta-sekinlik bilan atrofni kuzatar ekanman. Ish stolining tepasida devorga osilib turgan suratga ko'zim tushdi. Betakror ayol. U shu qadar go'zal tabassum qilardiki, har qanday erkak unga oshiq bo'lishi tayin edi. Ko'zlari xuddi menikiga o'xshardi. Sochlari yoyilgan, qo'lida sariq lolalarni tutgancha kulmoqda. U xuddi farishta kabi edi. Demak, bu uning ayoli. Sekingina shivirladim. Ha, Iskandar uni deb esdan og'ishga arziydigan darajada go'zal ayol ekan. Bir muddat ichimda nimadir o'chgandek bo'ldi. Go'yo umidsizlangan kabi boshimni egib, o'yga tolib qoldim. Chenglanibdi. Siniq tabassum qilgancha surat tomon yaqinlashdim. Stolga chiqib, suratni olgancha qolipini yechib, shishasining changini artarkanman. Eshikdan kirib kelgan odam sabab u keskin harakatim uchun qo'limni kesib oldim va u yerga tushib ketdi. Bu yerda nima qilyapsan? Iskandarning odamni qo'rquvga soluvchi ovozi butun tanamni titratib yubordi. Men shunchaki xonangizni qo'rqqanim va qo'limdagi og'riq sabab hatto duduqlanib gapira olmay qoldim. Bu yerga kirishga kim ruxsat berdi senga? Nega meni narsalarimga tegasan? U qo'limdan surat qolipini keskin tortib olarkan, kesilgan qo'limning yana bir qismi jarohatlandi. U esa bunga hatto e'tibor ham bermadi. Atayin qildingmi buni? Buni atayin qilding, shundaymi? Uning vajohatli ovozidan shu qadar qo'rqardimki, har bir so'z yuragimga tig'dek botardi. Iskandar, men atayin qilmadim. Yig'lab yubormaslik uchun lablarimni tishladim. Senga yaxshi muomala qilmaganim uchun alamingni shu yo'l orqali olyapsanmi? U bilagimdan qattiq siqib ko'zlarimga qaradi. Bas qiling, og'riyapti. Qo'limni undan tortib olishga urindim, ammo bo'lmadi. O'zimcha senga rahmim kelib yuribman. Asl yuzing shu ekanda. Uni tinch qo'y. Ayolimni tinch qo'y, Shabbona. U shu qadar qattiq gapirdiki, shu onni o'zidayoq hushimdan ketaman deb o'yladim. Chiqib ket. Xonadan chiqib ket. Boshqa bu xonaga kirma. Sen shunchaki qog'ozdagi xotinimsan xolos. Boshqa hech kim. Uning ko'zlariga qarab, faqat nafratni ko'rdim. Umid bor edi. U ham meni tark etdi. Sevgi bor edi. O'rnini nafrat egalladi. Quvonch bor edi. Ko'z yoshlar uni badnom qildi. Uni itardim-da, xonadan yugurib chiqib ketdim. Zinalardan tusharkanman, oyog'im qayrilib yiqilib tushdim. 2 tizzam ham yaxshigina shilingandi. Ho'ngrab yubordim. Koshki edi. Bu ko'z yoshlar jon og'rig'i sabab bo'lsa. Tanamdagi jarohat og'rig'i yuragimda simmillab azob berayotgan og'riqdan ko'ra ancha yengilroq edi. Hammangizni yomon ko'raman. O'zimni yig'lashdan to'xtata olmasdim. Oyog'imdagi og'riq
turishga ham qo'ymayotgandi. Ehtiyot bo'lib yurishni ham bilmaysan hatto. Zinalardan tushib kelgan Iskandar meni turg'izish uchun egildi. Tegma menga. Daf bo'l. Tinch qo'y meni, ablah. Shu qadar jahlim chiqib ketgandiki, hatto hurmatni ham unutdim. Tinchilan. U meni tinchlantirishga urinib, yana yaqinlashdi. Ammo bu safar uning ko'ksiga bor kuchim bilan mushtlab, urishni boshladim. Yomon ko'raman seni. Yaramas, ablah. Nega bunday yomonsan? Menga bunday qilaverma. Mening ham jonim bor axir. Nafratlanaman sendan. Tinch qo'y meni. U hech narsa qilmadi. Hovurimdan tushib, urishdan va gapirishdan to'xtagunimcha kutdi. Bo'ldimi? Istaganingcha haqoratlayver. Yoki shunday urishing mumkin. Buni cheklamayman. Chunki bunga munosibman. Uni hatto og'riq ham bezovta qilmagandek edi. Yuz ifodasi jiddiy. Holdan toyganimdan so'ng u meni ko'tarib oldi. Qarshilik qilishga madorim ham yo'q edi. Faqatgina tanamning bir qismida simillab, azob berayotgan og'riqni his qilardim xolos. U meni o'zimning xonamga emas, o'zining xonasiga olib bordi. Katta yotog'ida nigohimni boshqa tarafga qaratgancha yotarkanman, u qutichada qandaydir dorilar olib kelib, qo'limga surishni boshladi. Javon ustida yana ayolining surati bor edi. Unga tikilib qoldim. Chiroyli ayol shunday emasmi? U qo'limni bog'lash barobarida so'radi. Javob bermadim. Uni ilk marta tog'da uchratganman. O'shanda universitetdagi kursdoshlarim bilan aylangani chiqqandik. U ham. Men kuni bo'yi uni rasmga oldim. O'sha rasm. Uni ilk uchratganimdagi rasm edi. Iskandar tizzamga ham malham surishni boshlab, gapida davom etdi. Hammasi ajoyib edi. Hayotimizda ranglar bor edi. So'ngra uning xasta ekanini aytishdi. Tug'ish mumkin emas deyishdi. Ammo endi kech edi. Men eng yaxshi shifokorlar bilan gaplashsam ham, ularning bari shu gapni aytardi. So'ngra oxirida u mendan so'ramasdan tanlov qilibdi. Alina. Uni tirik qoldirishlarini so'rabdi. Iskandar gapirishga qiynalgan kabi chuqur nafas oldi. Oxirgi bor bolasini qo'liga ola olmadi ham. U gapira olmadi. Boshini egib, ovozini chiqarmasdan yig'ladi. Unga shu qadar rahmim keldiki, uning dardlarining bir qismini o'zimga olishni istadim. Gavdamni ko'tardim-da, biroz o'ylanib turib, uni quchdim. U qarshilik qilmadi, gapirmadi. Shunchaki ko'ksimga boshini qo'yib, unsiz yig'ladi. Ancha vaqt shu holimizcha qoldik. Go'yo bu ikkimizga ham manzur kelgandi. So'ngra u mendan asta uzoqlashdi. Men ham hijolat bo'lib, orqaga surilib yostiqqa suyandim. Men xonamga keta qolay. Endi o'rnimdan turishga harakat qilganimda, u qo'limdan tutib joyimga qaytardi. Shart emas. Ertaga ertalab oyimlar keladi. Albatta tekshirish uchun. Shuning uchun bir xonada qolishimiz kerak. Sen uxlab dam ol. Men narsalaringni bu xonaga ko'chiraman. Oyim bir xonada uxlamayotganimizni bilib qolsa, urush qiladi. Uning gaplaridan xafa bo'lishni ham, xursand bo'lishni ham bilmay qoldim. Men o'zim yana o'rnimdan turishga harakat qildim. Buncha qaysar kiyikchasana. Shunchaki jim uxla. U ikki yelkamdan tutib to'shakka bosdi. Yana nigohlarimiz to'qnashdi. Tabassum bizni tark etib, o'rniga jiddiy va tushunarsiz hislar tanamizni egalladi. Haligi kiyimlar, hijolat bo'lgancha undan nigohimni olib qochdim. Ha, kiyimlar. Mayli, sen dam olaver, men ketdim. Iskandar ham hijolatdan pala partish harakat qilgancha o'rnidan turib ketdi.
Men jim yotgancha uni kuzatdim. U kiyimlarimni o'zining shkafiga bir tekis qilib taxlardi. U yakunlashga oz qolganida, kichik qutida shaxsiy kiyimlarimni olib kelganida ko'zim chiqib ketay dedi. Ko'rpani yuzimgacha tortib oldim. Ish qilib ko'rmagan bo'lsin deb iltijo qilardim. U qutini shunchaki shkaf tokchalardan biriga joylashtirganida va nihoyat sal bo'lsa ham yengil tortdim. Tayyor. Hamma narsangni ko'chirdim. U menga qarab ma'lum qildi. Men divanda yotaman. Sen bemalol uxlayver. U yostig'ini olgancha oyna yonidagi divan tomon yurdi. Divan juda kichkina. Unga sig'maysiz. Boshida uni ogohlantirdim. Hech qisi yo'q, amallayman. U darrov inkor qildi. Bir necha daqiqalardan so'ng u bezovtalanishni boshladi. Har tarafiga qarab yotib ko'rdi, ammo bo'lmadi. Xavotir olmang. Sizni yemayman. Ertaga ishga borishingiz kerak. Mushaklaringiz tortishib qoladi. Joyingizga kelib yoting. Buni ichimda ming hayajon bilan aytsam-da, yuzim ancha jiddiy edi. Har holda men haliyam undan xafaman. Uning oxiri sabri tugadi. O'rnidan turib, bo'ynini uqalagancha yotoq yoniga keldi. Biroz o'ylanib turib, so'ngra ikkilangancha yonimga joylashdi. Ilk marta uning qaynoq taftini juda yaqindan his qilyapman. Iskandar avvaliga boshqa tarafga qarab yotishga harakat qildi. Men esa u tarafga qarab yotib, uni kuzatardim. So'ngra u asta men tarafga qaradi. Nigohlarimiz to'qnashdi. Xuddiki ikkimizda ham gapirish uchun so'zlar ko'p, ammo bunga nimadir yo'l qo'ymayotgandek edi. Nega uxlamayapsan? U ko'zlarimdan ko'zini uzmay so'radi. Shunchaki doim bir o'zim uxlardim. Balki begona sirayotgandirman. O'zingizcha, nega uxlamayapsiz? Men ham xuddi unikidek yuz qiyofasi bilan so'radim. Sabablarimiz ham bir xil. Uning gapidan so'ng ikkimiz ham qisqa qilib kulib qo'ydik. Ikkimiz ham bir-birimizga jim boqmoqdamiz. Xotirjamlik his qilyapman uni yonida. Ko'rpa unchalik katta emas. Ikkimiz ham sovqotishimiz mumkin. U shunday degan onidayoq belimda uning qo'lini his qildim. U ko'rpa ostida meni o'ziga tortdi. Ko'zlarim kattarib ketdi. Unga qaraganimda u nigohini boshqa tarafga olib qochdi. Yaxshi tomol kiyikcha. U hatto qo'lini belimdan olmasdan meni quchgancha ko'zlarini yumdi. Ammo norozilik bildirishga urindim. Jim yot kiyikcha. Ertaga ishga erta borishim kerak. U meni shunday jim qilib, o'zi esa uyquga ketdi. Umrimda bu qadar yaxshi uxlamagandim. Tongga yaqin uyg'onib ketganimda u hamon meni shunday quchgancha uxlayotganini angladim. Men xuddi uning qanoti ostidagi polaponga o'xshardim. Uning yuzini jim kuzatdim. Dunyoda mukammal erkak yo'q deysa, birinchi bo'lib Iskandarni ko'rsatardim. Uning tiniq yuzida hech narsa, hatto ajinlar ham yo'q edi. Yoshiga nisbatan ancha yosh ko'rinadi. Yana erimni kuzatgancha uxlab qoldim. Ertalab mudirib uyg'onganimda u hamon yonimda ekanini ko'rdim. Endi uni uyg'otaman deganimda eshik ochilib, Ali biz tomon yugurdi. "Dada, men keldim." Yugurib kelgancha Iskandarning ustiga sakragan bolakay meni ko'rib hayron qoldi. "Oyi, siz mensiz doim dadam bilan uxlayapsizmi?" Uning shovqinidan Iskandar ham uyg'onib ketdi. "Nima?" tushunmay so'radim. "Endi men bilan emas, dadam bilan o'ynayapsizmi?" Ali yig'lashga shaylanib so'raganida Iskandar uni oramizga ko'rpa ichiga oldi. "U sen yo'g'ingda faqat men bilan o'ynadi. Hamma bilan o'tirib nonushta qilarkanmiz, oraga o'lik sukunat cho'kdi." "Shu desangizlar," Iskandarning oyisi tomoq qirib gap boshlaganida hammaning e'tibori unga qaratildi. "Mana, to'yingiz bo'lganiga bir haftadan oshdi. Shunga sizlarni asal oyiga, Dubayga jo'natmoqchiman." Ayol xuddi ayb ish qilib qo'ygandek nigohini Iskandardan olib qochdi.
Bu gap yana qayerdan chiqdi? Iskandarning darrov nigohi tundlashdi. Men aytdim aka, darrov jahlingiz chiqavermasin. Maryam ham suhbatga qo'shildi. Shabbona esa jim. Oyi, bu uchun ortiqcha vaqtim yo'q. Buni ustiga to'ydan oldin hammasini kelishib olganmiz. Iskandar qizishib gapirarkan, unga qarab qoldim. Axir kechagina u menga yaxshi munosabatda edi. Axir u meni quchdi. Shunda ham endi haqiqiy er-xotin emasmizmi? Shunda ham u meni qabul qilmadimi? Shabbona ham uyda o'tirib zerikadi. Axir hali yosh. Pul yo'q bo'lsa ham mayli edi. Bora olmaymiz degudek. Puling bor bo'lsa, ishingga qarab turadiganlaring bo'lsa, yana muammo nimada axir? Ali uzoq yo'lga qiynaladi. Darrov sabab topdi Iskandar. Asaloyda Aliga nima bor? Xuddiki oldin bormagandek. 2 marta borgani yetadi. O'zingiz borib kelasizlar. Faqat ikkingiz. Chiptalar ham tayyor. Ayol stol ustiga ertaga ertalab Dubayga uchadigan samolyot chiptalarini qo'ydi. Dadajon, men rostdan ham buvim bilan qolishni istayman. Ali darrov buvisining quchog'iga joylashdi. Iskandar bir on jim turib, so'ngra Shabbonaga qaradi. Senchi, buni istaysanmi? U menga qarab savol berganida hayajonlanib ketdim. Menmi? Haligi Dubayga borishni istardim, ammo modomiki siz buni xohlamas ekansiz, nimayam derdim. Xafa bo'lmayman. Atayin shunday gapirib, o'rnimdan turdim. Men xonamda bo'laman. Xafa bo'lganimni bildirish uchun o'rnimdan turib xona tomon ketdim. Ey Allohim, bu ayollar dastidan tinchlik yo'q. O'zing sabr ber menga. Iskandar jahlini zo'rg'a jilovlab vishilladi. Aka, siz uni xafa qildingiz. Sen aralashma, o'zi hammasini sen boshlagansan. Iskandar o'rnidan turib, Shabbonaning orqasidan ketdi. To'xta. Xona eshigini qulflashga ulgurmasimdan u eshikni ushlab qoldi. Chiqing, yuvinmoqchiman. Atayin bahona topdim. Yuvinaver, xalaqit bermayman. U sekin men tomon yurib keldi. Asta orqamga yurarkanman, devor mening yo'limni chekladi va yana uning asirasiga aylandim. Boramiz o'sha Dubayga. Bo'yimchalik egildi Iskandar. Sizdek hech nimani tushunmaydigan, g'o'ddaygan xoda bilan hech qayerga bormayman. Undan nigohimni olib qochdim. Qaysar kiyikchamizni lug'at boyligida haqoratli so'zlar to'la ekan-ku. Iskandar lablarini tishlab jilmaydi. Kulishni bas qiling, qoching yo'limdan. Uni itarib o'tib ketishga urindim. Ammo u belimdan tutib, meni o'ziga tortdi. Yana o'sha daydi va yovvoyi nigohlar. Ichimda avj olayotgan qo'rquv va hayajon meni o'z domiga tortib ketyapti. Uning ko'zlaridan ko'zlarimni uzmadim. U sochimning oldini to'g'irlab, menga tikilishda davom etdi. Bu meni esdan og'dirish uchun edi nazarimda. Narsalarni tayyorla, ertalab uchamiz. Maryamlar ketgach, kiyimlarni chamadonga joyladim. Iskandar negadir ko'rinmasdi. Zinalardan pastga tusharkanman, u yana o'sha xonadan chiqib ketayotganini ko'rdim. Qiziquvchiligim doim pand bergan. Ammo bu safar uni e'tiborsiz qoldira olmasdim. Uydan chiqib ketgach, sekin o'sha xona tomon bordim. Ilk bor uning xonasiga kirishim. Odatda u doim shu xonada bo'ladi. Faqatgina uxlash uchun narigi xonaga o'tadi. Agar u bu xonaga kirganimni bilsa, mendan jahli chiqishi aniq edi. Ammo endi munosabatlarimiz ancha yaxshilangani uchun negadir qo'rquvni his qilmadim. Shunchaki tavakkal qilib ko'rmoqchi edim. Sekin xona eshigini ochib kirdim. Atrofga qaradim. Hamma yoq uni rasmlar bilan to'lgan edi. Uni ilk ayolini rasmlari. Yuragimgacha titrab ketdim. U meni sevmaydi. U haliyam birinchi ayoliga telbalarcha oshiq. Devorlarga ilingan rasmlari, shkafda tartib bilan taxlangan kiyimlar, javon ustidagi qurigan gullar. U har kuni unga gullar olib kelarkan va kitoblar. Har xil kitoblar bor edi bu yerda. Hatto menda ham bunchalar ko'p kitoblar yo'q edi. Balki hamon sevarsan uni. Rasmlarin quchib har tunda. Menga qanday aytarding buni?
Axir har on xayoling unda. Mening majnunday devona yorim, kelib bir bor so'ragin holim. Ko'nglingni xushlaydi o'zga go'zallar, mening esa sensiz xarob ahvolim. Pok sevgimni yolg'onga yo'ygan inson kabi u hamon menga imkon berishni istamayapti. Stol ustidagi kitoblar va qog'ozlar xayolim oldi. Sekin ularni ko'zdan kechirarkanman, stol ustidagi ularning birga tushgan rasmlarini ko'rib, negadir boshqacha bo'lib ketdim. Va qog'ozlarga she'rlar yozilganda, vafot etgan ayoliga she'r yozaverib, hammasini unutgan telba yorimning she'rlari. Yana tunga yaqin sog'inch uyg'onar. Ohu ko'zlaringni sog'indim yomon. Go'yo bu ko'ksimda alam to'lg'onar. Sening ishqing sabab qolmasman omon. Tabassum hadiya et, menga so'nggi bor. Bag'rimga bosmoqqa bo'lsaydi imkon. Darak ber sevgilim, sog'ingan bo'lsang, umrbod seni deb mayli beray jon. She'rni o'qib yig'lab yubordim. Yig'lama Shabbona. Nega yig'layapsan axir? Seni sevmasligini bilarding-ku. Shunday bo'lishi aniq edi. O'zimga o'zim gapirib, ko'z yoshlarimni to'xtatishga urindim. Ammo bo'lmadi. Undan sira voz kecha olmadim. Orqamdan kelgan ovoz sabab u tarafga o'girildim. U sabab boshqa ayollarga hatto e'tibor ham berishga o'zimda ishtiyoq topa olmadim. Iskandarning gaplaridan so'ng ko'ksimdagi alam meni battar o'rtadi. Kechir Shabbona. Sen uchun afsusdaman. Jim bo'lib qoldim. Uning ko'zlariga qarashni ham istamadim. Men chin dildan harakat qildim. Titroq ovozda pichirladim. Bilaman, ammo men harakat qilishni istamadim. Chunki o'zimni u sabab boshqa ayollardan qizg'onaman. To'g'ri, ba'zi vaqtlar o'zimni tuta olmadim. Ammo bu sevgi sabab emasdi. Buni o'zing ham bilasan. Iskandar shoshilib tushuntirgan bo'ldi. Shabbona, u men tomon yaqinlashga urindi. Ammo bunga qo'yib bermadim. Yaqinlashmang. Sizni tushundim. Qo'limni tegmang degan kabi ko'tarib uning yo'lini chekladim. Shunchaki hech narsa demasdan xonadan chiqib ketdim. Xonamga bordimda eshikni qulflab oldim. Men qaror qilgandim. Boshqa bunday yashay olmasdim. Oyi, men uyga qaytmoqchiman. Oyimga yotig'i bilan tushuntirdim. Agar qaytib kelsang, unda meni ona dema. Go'yo u mendan nimanidir yashirgan kabi titroq ovozda gapirib, telefonni qo'yib qo'ydi. Ayni damda men hech kimga kerak emasdim. O'zimni foydalanilgandek his qilyapman. Doim shunday bo'lgan. Doim foydasiz bo'lganman. Ali uyda bo'lmaganiga u bilan xayrlasha olmadim. Kiyimlarimni hammasini oldim. Mendan birorta ham xotira qolishini istamagandim. Uxlab qolishini kutdim. Tongga yaqin uydan chiqib ketdim. Iskandar kechagi voqealar sabab vijdoni ancha qiynaldi. Ertalab Shabbonaning xonasi eshigini taqillatib, gaplashib olishlarini so'radi. Ammo faqat jimlik bilan so'zlashdi. Shabbona, kel hammasini bofurja gaplashib olamiz. Biz samolyotga kech qolamiz. Och shu eshikni, qaysarlik qilaverma. Iskandar yana xona eshigini taqillatdi. Shabbona, bu safar u xavotir bilan uning ismini tilga oldi. Shabbona, ahvoling yaxshimi? U eshikni yana taqillatdi. Hurmat yuzasidan eshikni ochishga hayo qilgan yigit tezlikda eshikni ochdi. Bo'm-bo'sh xona, yotoq ham hatto jim emas, tekis taxlangan. Shkaf eshiklarini ochgan yigit bo'm-bo'sh tokchalarga va bir nechta ilgichilarga duch keldi xolos. Nima bo'layotganini ham bilmagan yigit xonadan otilib chiqdi. Sevara opa, shoshgancha uydagi o'rta yoshli ishchini chaqirdi. Shabbonani ko'rdingizmi? Hovliqqancha so'radi yigit. Yo'q, men boyagina keldim. Xonasiga kirganim yo'q hali. Jin ursin, javob bermayapti. Jahl qilgancha telefonini divanga otdi yigit. Sarvar, mashinani tayyorla. Telefonini qayta qo'liga olgan yigit
haydovchisiga buyurdi. Mashina katta yo'lga chiqarkan, Sarvar Iskandarning asabiylashayotganini ko'rib, kulib qo'ydi. Chunki aynan Sarvarning o'zi uni aytgan manziliga tashlab qo'ygandi. 2 soat avval shoshilib uydan chiqqan qiz endigina mashinani joyiga olib borib qo'ygan yigitga duch keldi. Assalomu alaykum. Qo'rqibgina salom berdi Shabbona. Va alaykum assalom. Qayergadir ketyapsizmi? Aeroportga hali erta emasmi? Sarvar chamadonlarga qarab savol berdi. Haligi Shabbona nima deyishni bilmay kovlandi. Ammo Sarvar allaqachon uni tushungandi. Hammasini tushundim. Hozir mashinani olib chiqaman. Lekin nega? O'zingda bor narsalarni qadrini, ularni yo'qotgach bilasan. U ham qadringizni bilishini istayman. Sarvar siniq tabassum qilgancha mashinani olib kelishga ketdi. Shabbona orqasiga o'girilib uyga qaradi. Mayli. Modomiki seva olmas ekansiz, ortiq sizni ham, o'zimni ham bunday qiynamayman. Xavotiri oshgan yigit qishloqqa qanday yetib kelganini ham bilmay qoldi. Asabiylashgancha darvozani taqillatarkan, tezroq eshik ochilsa-yu, Shabbona shu yerda ekanini ko'rib, tinchilansam derdi. Voy kuyov, yaxshimisiz? Ichkaridan chiqqan ayol Iskandarni ko'rib hayron bo'ldi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Shabbona shu yerdami? Iskandar ichkariga ko'z yugurtirgancha so'radi. Bu nima deganingiz? Shabbona siz bilan emasmi? Ayol hayron bo'lib so'radi. Men ham sizdan shuni so'rash uchun keldim. Shabbona hech qayerda yo'q. Universitetga ham bormagan, oyimni ham yonida emas. Qidirmagan joyim qolmadi. Iskandarning tobora ko'ngli g'ashlanardi. Voy o'lmasam, qayerga ketdi endi bu qiz? Ayolning yuragiga g'ulg'ula tushib, qiziga qo'ng'iroq qila boshladi. O'chirilgan deyapti. Ertalabdan beri qo'ng'iroq qilaman. Iskandar ko'zlarini og'ir yumdi. O'zi nima bo'ldi? Yoki urishib qoldingizlarmi? Ayol shubha bilan so'radi. Iskandar jim qolarkan, kechagi voqealar va undan oldingilari ham ko'z oldidan o'tib ketdi. Menimcha uni juda qattiq xafa qilib qo'ydim. Aybiga iqror bo'lgan yigit sekin boshini egdi. Katta rahmat Laylo. Yaxshiyam borsan. Bo'lmasa bilmayman, qayerga borgan bo'lardim. Qiz dugonasi uzatgan choyni qo'liga oldi. Bu nima deganing dugonajon? Axir eng yaqinimsan menga. Oyim bilan dadam shaharga ketishgan. Bir haftalarda qaytishadi. Bemalol o'zingni uyingdagidek o'tar. Laylo tabassum bilan javob qildi. Ular qaytgunga qadar hammasi o'z o'rniga qaytadi degan umiddaman. Nima deb o'ylaysan? U meni qidirarmikin? Shabbona o'ylangancha boshini egdi. Bunisini bilmadim Shabbona. Aytganlaringdan kelib chiqsak, u oldingi ayoliga bog'lanib qolgan. Shunday. Uni tushunaman. Sevgi odamni har qanday holga sola oladi. Ammo men-chi? Uni deb doim jonim og'rishidan charchadim. U meni sevib qolishini istagandim. Unga ayol bo'lmoqchi edim. Ammo bo'lmadi. Meni o'ziga yaqinlashtirmadi. Shabbona yig'lashdan o'zini zo'rg'a tiydi. Xafa bo'lma dugonajon. Mana ko'rasan, u seni qidirib keladi. Seni sog'inadi. Qadringga yetadi hali. Faqat ikkingizga ham vaqt kerak. Laylo uni ovutishga urindi. Menimcha esa u hech qachon meni sevib qolmaydi. Ayni damda o'zimni o'zim baxtiqaro Zaynabdek his qilyapman. U esa hamon o'zining kumushiga oshiq. Oradan bir kun o'tdi. Javobsiz qo'ng'iroqlarning sonini cheki yo'q. Hatto onam bilan ham gaplashmadim. Ammo Maryam qo'ng'iroq qilganida unga javob berdim. Chunki u menga dugonadek edi. Kelinoyi, maylimi, o'tgan safarga qahvaxonada ko'rishib, gaplashib olsak? Bilmasam, Iskandar, va'da beraman, hech kimga aytmayman. Faqat o'zim aytadigan gapim bor xolos. U hijolatli tarzda so'radi. Mayli, borgach qo'ng'iroq qilaman. U bilan ko'rishishga kelishib oldik. Kiyinib shaharga yo'l olarkanman,
mashina bizning ko'chadan yurdi. O'z uyimni ko'rib, boshqacha bo'lib ketdim. Ammo oyimning gaplari esimga tushib, yana o'zimga keldim. Shaharga kelgach, Maryamga qo'ng'iroq qilishim bilan u ham yetib keldi. Assalomu alaykum. Kelinoyi, yaxshimisiz? Maryam meni ko'rishi bilan quchib oldi. Men ham javoban uni quchib qo'ydim. U gap topishga qiynalayotgan odam kabi biroz o'ylanib turdi. Xo'sh, menga nimani aytmoqchi edingiz, Maryam? Haligi siz ketgan kuningizdayoq oyim akam sizni xafa qilganini bildi. Akamni o'zi esa sizni qidiryapti. Ammo u betob bo'lib qolgan. Odatda akam bunday qattiq og'rimaydi. Ammo hozir isitmasi bo'lsa ham sizni qidiryapti. Oyingiz va dadangiz ham xavotirdan o'layozgan. Iltimos, kelinoyi, uyga qayting. Sizga buni qaynisingiz sifatida emas, dugonangiz sifatida aytyapman. Akam rostdan ham betob bo'lib qolgan. Iskandar haqida eshitishim bilan undan xavotir olishni boshladim. Hatto jahlim tarqab ketganda. Nimadir meni u tomon tortdi. Uni sevib qolibman. Chindan oshiq bo'libman. Qahvaxonadan chiqib uyga yo'l oldim. Iskandarning yoniga tezroq borishni istardim. Shoshganim sayin xavotirim oshar, ichimda g'alati hislar uyg'onardi. Uni yo'qotishdan qo'rqardim. Uyga kirishim bilan Iskandarni qidirdim. Uyda u yo'q edi. Ishchilardan so'raganimda meni qidirib ketishganini aytishdi. Unga darrov qo'ng'iroq qildim. Shabona, telefon orqasidan bo'g'iq ovoz yangradi. Assalomu alaykum. Men uydaman. Nima deyishni ham bilmay qolgandim. 5 daqiqada boraman. U shunday degancha qo'ng'iroqni yakunladi. Ovozdan sezdim. Rostdan betob edi. Jimgina uni kutishni boshladim. Birozdan so'ng kirib kelgan yigit meni ko'rishi bilan yonimga keldi-yu xavotirdan muzlagan tanamni o'ziga tortib quchdi. Qayerlarda eding, kiyikcham? Xavotirdan aqldan ozay dedim. Uning gaplaridan so'ng yig'lab yubordim. Uni rostdan juda qattiq sog'ingandim. Men ham javoban qattiq quchib oldim. U sochlarimga yuzini ko'mib, chuqur hidladi. Harakatlari sog'inchdan darak berardi go'yo. U jim edi. Sekin Iskandarning qo'lidan tutarkanman, harorati sabab ko'zim katta ochildi. Iskandar, olov bo'lib yonyapsiz. Biroz uzoqlashib unga qaradim. Yo'q, hammasi joyida. Holsizlik sabab hatto uning ko'zlari suzilib qolgandi. Bunaqasi ketmaydi. Dori ichishingiz kerak. Yuring men bilan. Uning qo'lini bo'ynimdan o'tkazib, amallab xonasiga olib chiqdim. Deyarli kuch qolmagan tanani yotoqqa amallab joylashtirdim. O'tgan safar u menga dori olgan joydan dori qutisini olib, keraklisini qidira boshladim. Buni iching. Isitma tushiruvchi dorini og'ziga solib, unga suv uzatdim. Hammasi yaxshi. U shunda ham ojiz qolganini tan olgisi kelmasdi. Uxlashga harakat qiling. Ungacha men sizga ovqat tayyorlayman. Ustiga ko'rpani yaxshilab yopib, o'rnimdan turarkanman, u qo'limdan tutib qoldi. Ketma, iltimos, men bilan qol. U qo'limdan tutgancha iloji boricha dadil gapirishga harakat qildi. Ketmayman. Uning qo'lidan tutgancha yoniga o'tirdim. Sekin sochini silab, uning uxlashini kutdim. U uxlagan paytigina beozor ko'rinadi.